Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi juda ham qiziqarli mavzu, ya'ni thumbnail dizayn, ya'ni YouTube cover dizaynlarini juda ham tez va yuqori sifatda premium darajada tayyorlashni o'rganamiz. Agar menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosishni ham unutmang, chunki bu menga motivatsiya beradi va yanada ko'proq mana shunaqangi qiziqarli mavzularda darslar chiqishiga juda ham turtki bo'ladi. Agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, boshladik. Demak, birinchi navbatda biz Higgsfield saytiga kirib olamiz, higgsfieldai.com. Chunki bu higgsfieldai.com da shunaqangi bitta ya'ni instrument paydo bo'ldiki, ya'ni thumbnail maker degan. Mana shu biz instrument orqali biz hozir ishimizni davom ettiramiz. Demak, ushbu bo'limga kirib olamiz va bizda shunaqangi oyna ochilishini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerda biz xohlasa bizda qanaqangi bir namuna bo'lsa, agar ana shu namuna asosida ishlashimiz mumkin. Agar namuna bo'lmaydigan bo'lsa, shunchaki davom ettirgan holatda ishimizni davom ettirishimiz mumkin. Lekin men hozir sizlarga sifat darajasi, ya'ni dizayn darajasi yuqori darajada chiqishi uchun aynan namunadan foydalangan holda sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, buning uchun biz namunani olishimiz uchun biz Pinterest saytiga kiramiz. Pinterest saytida juda ham ko'plab dizaynlarni, namunalarini olishingiz mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, thumbnail design birinchisini tanlaymiz, ya'ni ID chiqib keladi. Juda ham ko'plab mana ko'rishlar mumkin, juda ham ko'plab turdagi dizaynlarni bizga chiqazib beradi. Demak, deylik bizga hozir orasidan bittasini tanlab olamiz va ana shu asosda ishimizni davom ettiramiz. Deylik, mana shu dizayn asosida bu juda ham oddiy ekan. Xo'p. Deylik, mana shu thumbnail dizayn bo'yicha ishlaymiz. Buning uchun biz rasmni sketchat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, sketchat qilib olamiz va ana shu sketchat qilingan faylni biz mana shu joyga yuklashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Higgsfield saytida. Mana bu загрузка tugagandan keyin biz keyingi bosqichga o'tishimiz mumkin. Demak, bizda namunamiz yuklandi va bu yerda YouTube cover, ya'ni thumbnail dizayn razmeri 16 ga 9 razmerda bo'ladi. Bu qolgan razmerlar bo'lsa Instagram yoki o'sha storylarga mos bo'lgan format turlari, ya'ni aspect ratiolar hisoblanadi. Bizga 16 ga 9 razmer kerak bo'ladi. Demak, navbatda bizda frame layout degan qismi bor. Agar biz single qismini tanlaydigan bo'lsak, dizaynimiz aynan mana shu umumiy ko'rinishda bizda dizayn paydo bo'ladi. Agar split frame qiladigan bo'lsak, bu misol uchun ikkita narsani solishtirish yoki ikkita qarama-qarshilik, shu kabi ikkita holatdan iborat bo'lgan qanaqadir bitta jang bo'ladimi yoki shunga o'xshash bitta holat bo'ladimi? Ana shu holatda biz mana shu split frame dan, ya'ni ikkiga bo'lingan dizayn ko'rinishidan foydalangan holatda mana shuni tanlashimiz kerak bo'ladi. Bizning holatimizda bo'ladigan bo'lsa, aynan single tanlash bizga yetarli. Demak, use this reference, ya'ni ushbu namunadan foydalanish tugmasini bosamiz va biz davom ettiramiz. Demak, bu yerda character, ya'ni dizaynda aks etishi kerak bo'lgan character, ya'ni qahramonlarning yuzini biz yuklashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz yana o'zimizga kerakli bo'lgan bitta odamni, shaxsni yuzini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun men o'zimni rasmimni qo'yib ko'raman. Hozir internetda kovlab o'tirmaymiz. Shunchaki o'zimizni rasmimizni yuklagan holatda davom ettiramiz. Va загрузка davom etguncha mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Mana shu yuklangan shaxsni yuzini, emotsiyasi qanaqangi holatda bo'lish kerakligini o'zingiz tanlashingiz mumkin. Ya'ni charismatic, calm, ya'ni spokойный holatda, ya'ni og'ir vazmin holatda, bu yerda panic, ya'ni panika qilgan holatda, qo'rqqan holat, shok holati va hokazo emotsiyalarni o'zingiz tanlashingiz mumkin. Menga hozircha ya'ni charismatic, ya'ni calm, spokойный holatda, og'ir vazmin holatdagisi menga yetarli. Demak, xohlasangiz, agar sizda dizayningizda 2-3 ta karakter bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qahramon bo'ladigan bo'lsa, add karakter qismini bosib ikkinchi yoki uchinchi qahramonlarni, ya'ni 3 tagacha bo'lgan qahramonlarni bemalol qo'shishingiz mumkin. Bizning holatimizda hozir bittani o'zi yetarli. Demak, agar sizda bu dizaynda logo yoki qanaqadir brendni bitta logotipi aks etishi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda yes tugmasini bosasiz va uni logotipini yuklab qo'yishingiz kerak. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, no tugmasini bosib qo'yish kifoya qiladi. Meni holatimda logotip mavjud emas va davom ettirish tugmasini bosamiz. Demak, navbatdagi 3-bosqichda biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu maydonlarning ba'zilari avtomatik ravishda, ya'ni yuklagan namunamiz asosida avtomatik ravishda
to'ldirilgan, lekin biz bu avtomatik ravishda to'ldirilgan yozuvlardan foydalanmaymiz, balki o'zimiz ChatGPT orqali o'zimiz mana shu maydonlarni yanada mukammallashtirgan holatda to'ldirishga harakat qilamiz. Demak, buning uchun biz nima qilamiz? Aynan ChatGPT ga o'tib turib, biz o'zimizga kerakli bo'lgan mana bu dizaynni namuna sifatida bunga ham yuklaymiz. Shunda bu ChatGPT nima qilayotganimizni tushunishi uchun. Demak, bunga yozamiz. Mana shu thumbnail design namunasi asosida undagi shaxs o'rniga o'zimni aks ettirib redesign qilmoqchiman. Uning ortidagi xarita o'rniga deylik O'zbekiston xaritasi bo'lsin va undagi asosiy yozuv, ya'ni dizayndagi asosiy katta bo'lib ko'rinib turadigan yozuvni nazarda tutaman. Undagi asosiy yozuv O'zbekiston kelajagi deylik. Farqi yo'q, o'zingiz xohlagan bitta jozibador bitta odam jalb qiladigan yozuv yozishingiz mumkin. Men prosta hozir namuna sifatida ixtiyoriy bitta so'z yozaman. Qanday? O'zbekiston kelajagi qanday bo'lsin? Promptni qisman yozdim va mana bu joydagi, ya'ni Hixville saytidagi maydonlarni biz ChatGPT ga yuborishimiz kerak, чтобы unga mana shu hududlarni aniq bizga alohida qilib yozib berishi uchun. Demak, buning uchun biz screenshot olamiz va ChatGPT ga mana shu screenshotlarni joylaymiz. Mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. Screenshot joylandi va yana qolgan qismlarini ham shu tartibda screenshot qilib joylab qo'yishimiz kerak. Va promptimizni davomidan yozamizki, ushbu talablarim asosida screenshotdagi platforma maydonlarini talab qilingan holatda to'ldirib ber va qo'shimcha shaklda yozamiz ingliz tilida. Ba'zan ingliz tilida desangiz o'zi xohlagan o'zbek tilida yoki boshqa tilda prompt yozib berish mumkin bo'ladi. Shuning uchun yanada aniqroq bo'lishi uchun, ortiqcha harakat bo'lmasligi uchun aniq bitta tilda talab qilaman. Ingliz tilida to'ldirib ber. Va promptimizni jo'natamiz va natijani kutamiz. Va har doimgidek ChatGPT ni mana shunaqangi bir qo'pol qilib aytganda jinnicha odati bor. Sizdan prompt so'rasangiz, u avtomatik ravishda mana shunaqangi rasm yaratib yuboradi. Buning uchun buni hech bir yo'lini topamadim shu kungacha. Buning uchun qayta sinash orqali biz kerakli natijaga erishishimiz mumkin. Va yana aytamiz, rasm yaratma natijani talab qilgandek matn ko'rinishida taqdim et. Va bu rasm tayyor bo'lishini kutishimiz kerak. Buni stop qilsangiz ham ba'zan ishlamaydi, ba'zan ishlab qoladi va mana hozir ishlab qoldi. Va yana qayta mana shu talabimizni jo'natamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, endi normalniy javob beryapti. Demak, mana aynan biz xohlagandagi alohida qilib bizga promptlarni, ya'ni instruksiyani yozib beryapti. Demak, endi biz mana shu tartibda mana shu joylarni to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, har birini alohida kopirib qolamiz va mana bu joydan ortiqcha eski yozuvlarni olib tashlab o'rniga joylashtiramiz. Subject action and pose, ya'ni mana subject action and pose. Demak, key elements, ya'ni eskisini olib tashlaymiz va yangisini joylaymiz. Location qismiga eskisini olib yangisini joylaymiz. Kompozitsiya bo'limi kopirib qolamiz va kompozitsiyani eskisini o'chirib yangisini joylaymiz. Va background treatment joylab olamiz va bizda yorug'lik ixtiyoriy o'zingizga xohlagan bu yerda ranglarni tanlashingiz mumkin. Biz ChatGPT ni ko'ramiz. Rim light color classic white, ya'ni uni ichish bo'yicha mana bu o'zi tanlanganini ko'rsatibdi. Demak, bu yerda text baked into the image. Xohlasangiz
dizaynni matnsiz qiling yoki agar xohlasangiz matnni bemalol o'zingiz joylashtirishingiz mumkin. Bizning holatimizda demak mana bu matnni joylashtirishimiz kerak. Mana bu joyda no text qismi yonib turgan bo'ladi. Biz mana bu qismiga o'tib o'zimizga kerakli bo'lgan matnni joylaymiz. Demak, hammasini qayta tekshirib olamiz va hammasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, review and render tugmasini bosish orqali biz navbatdagi bosqichga o'tamiz. Va mana bu joyda ko'rishingiz mumkin emotion va text per emotion degan qismi bor. Emotion degani ya'ni hissiyotni, ya'ni dizayndagi odamning hissiyoti nechta ko'rinishda bo'lishi, ya'ni nechta variantsiga taqdim qilishini o'zingiz belgilashingiz mumkin. Agar bitta o'sha boshida tanlagan, ya'ni og'ir vazmin column emotion yetarli bo'lsa, bittani o'zini tanlab qo'yaverasiz. Agar boshqa yana variantlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol 2 ta, 3 ta, 4 ta qilib belgilashingiz mumkin. Mana bu joyda AutoCast, ya'ni avtomatik ravishda tanlash funksiyasini yoqib qo'yishingiz mumkin yoki o'zingiz ixtiyoriy ravishda mana bu joydan kerakli qismlarni tanlab o'zingiz belgilab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Men AutoCast, ya'ni avtomatik ravishda tanlanishini yoqib qo'yaveraman. Hozir bu чтобы sizlarga tushuntirish maqsadida bo'lgani uchun men chuqurlashmagan holatda sizlarga tushuntiryapman. Demak, navbatdagi qismi bu har bitta emotsiyadan nechta variant chizib berishi, ya'ni misol uchun deylik 4 ta emotsiyani tanladik va agar biz bitta text per emotion bir tanlaydigan bo'lsak, umumiy bizada dizayn soni 4 ta bo'ladi. Agar 2 ta bo'ladigan bo'lsa, har bitta emotsiyadan 2 tadan variant bizga taqdim qiladi. Shunda umumiy dizaynlar soni ya'ni 8 ta bo'ladi. Shunga qarab mana shu o'zingiz tanlab bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizga yetarli text emotion har bittasidan bittadan qilishi yetarli va biz mana shu joylarni belgilab chiqqanimizdan keyin render tugmasini bosib dizaynlarimizni generatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyga unchalik ahamiyat bermasangiz ham bo'ladi. Bu shunchaki biz bungacha qilgan hamma bosqichlarni prompt ko'rinishi, ya'ni hidden prompt deyiladi, ya'ni secret prompt ko'rinishi hisoblanadi. Bunga ahamiyat bermasangiz ham bo'ladi. Demak, hammasi belgilab oldik va render tugmasini bosamiz. Demak, dizaynlarimiz tayyor bo'lguncha men o'zimni shaxsiy AI Academy bo'yicha platforma haqida tanishtirib o'tmoqchiman. Bu platformada siz noldan boshlab rasm, video, umuman kontent yaratish bo'yicha barcha bilimlarni noldan to professional darajagacha o'rganishingiz mumkin. Bugungi kungacha bu platformada 18 ta darslik joylangan, umumiy davomiyligi 2 soatdan oshiq. Mana ko'rishingiz mumkin. Prompt yozishdan rasm generatsiya, video generatsiya va ovozlashtirish bo'limlari ham ochilgan. Xudo xolasa bu hammasi emas, balki yana davomiy shaklda darslar joylab boriladi. Ya'ni har bir, ya'ni AI sohasi doimiy rivojlanib boruvchi soha hisoblangani uchun darslar ham shunga yarasha davomiy shaklda yangilanib boriladi. Agar sun'iy intellekt sohasiga qiziqadigan bo'lsangiz va doimiy shaklda rivojlanishni xohlasangiz, men sizni albatta bu platformamda kutib qolaman. Obuna bo'ling, darslar juda ham qiziq shaklda olib boriladi. Demak, bizning dizaynlarimiz tayyor bo'lgan bo'lishi kerak. Endi ularni o'tib ko'rishimiz mumkin. Demak, mana 4 ta variant taqdim qilindi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi holatda bergan. Umuman olganda, hop, birinchisini tanlaymiz va Download tugmasini bosib, uni kattalashtirgan holatda ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda mana ko'rishimiz mumkin. Biz O'zbekiston xaritasini yuklab o'tirmadik, shunchaki yozuv orqali, unga tushuntirish orqali prompt yozdik va mana ko'rishingiz mumkin, aynan biz xohlagan natijani taqdim qilyapti. Va mana yozuvlari ham aynan o'zimiz xohlagandagi ko'rinishda. Demak, ikkinchisini bosib download qilamiz va uni ham kattalashtirib ko'rishimiz mumkin. Hammasi joyida, juda ham chiroyli effektlari ham mana xuddi biz yuklagan namuna asosida taqdim qilinyapti. Demak, navbatdagisi mana e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu spokойный, ya'ni calm o'zimiz tanlagan boshidagi emotsiyada, bunisi ya'ni hayratda qolgan emotsiyada va navbatdagisi kulib turgan emotsiya va oxirgisi bo'ladigan bo'lsa, bu jiddiy, bu ham calmga tortadigan emotsiya turi. Bunchalik yaxshi, qolganlariga nisbatan unchalik yaxshi chiqmagan, tan olish kerak. Lekin qolgan 3 tasi juda ham yaxshi holatda chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Demak, bugungi darsligimiz shulardan iborat edi. Agar sizga darslik yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish esdan chiqmasin, chunki bundan keyin juda ham qiziqarli darslar sizni kutib turibdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.